Assalomu alaykum. Navbatdagi Shidever darvozani o'zimizni Namangan viloyati Pop tumaniga o'rnatdik. Bu darvozamizda qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Hop, kesaklari, tepalari 30 stoykalari, bu chekka stoykalari ham 12 lik brusdan foydalanganmiz. Hop, nimasiga keladigan bo'lsa, qalinligiga keladigan bo'lsak, 3 lik stenada foydalanganmiz. Taglari shviller, 4 qavatdan iborat. 4 qavatdan iborat. Hop, amlalichkalariga ham 30 sm u yoqqa, 40 sm tepaga chiqqan. Bu darvozamizni narxlariga keladigan bo'lsak, 1.800.000 so'mdan 2 milliongacha qilib beramiz. Olib borib o'rnatib, stonovka qilib, hammasi ichida besplatno. Olib borib o'rnatib beramiz.